Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa mana bugun yana bir mijozimiz uylariga, xonadonlariga ishlarimizni yakunladik. Bu yerga manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyoni MFda bo'ldi. Xo'p, bu yerga ikkita rom, bitta ikki qanotli eshik, ikkita hammom eshigi qo'yib berganmiz. Bularning mahsulotlari Akfa'ning o'zining original mahsulotlariga bir qavat yod yonida zolotoy dub materialda bo'ldi. Alyumin seriya bo'ldi. Xo'p, bu yerda eski yog'och romlar bor edi. Ularni olib tashlab, o'rniga yangilab qo'ydik. Xudo xolasa romlarda bittadan ochilishlari bor. Xo'p, razmerlariga tushuntirib o'tsam, 1.25 ga eni, xo'p, balandligi 1.75 bo'lgan. Xuddi shu holatda ikkita bir xil holatda bo'ldi. Xo'p, bu yerda esa bitta eshigimiz. Xo'p, darvozadan kiraverishda chap qo'lda bu yer mehmonxona bo'lar ekan. Xo'p, eshigimiz yana 1.40 bo'lgan, balandligi 2.60 bo'lgan. Xuddi shu holatda xudo xolasa chiroyli qilib tugatib berdik. Taylari alkafon bo'ldi. Quyoshga, udarga chidamliligi hisobiga xudo xolasa baquvvatroqdan qilib bering dedilar. Alkafon qilib berdik. Xo'p, qolganlarga ham tavsiya qilamiz. Ko'pchilik plastmassa lambri sinib qolyapti deb nima qilishyapti. Alkafon undan chidamliroq, sababi buni ham alyumin hisoblanadi. Xo'p, aynalamiz bir qavat yo'lli, o'rtasidan teng ko'zli qilib 66 sm dan ikkita ko'z qilib bo'lib berganmiz, teng qilib. Hop, ruchka zamovlar hammasi Akfa'ning o'zini xudo xolasa mahsulotlaridan bo'ldi. Ochilib yopilishlar, ligirovka holatlari xudo xolasa go'zal holatda bo'ldi. Hop, mana chiroyli qilib bir qavat yo'lli yangi holatda berdik. Ichkari ko'rinishlari. Xo'p, oshqomoq petlilar hammasi Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan. Mana shu bitta ko'ringan holat hammasi bir xilda shu holatda bo'ldi. Xo'p, bu yerda romimiz ichkari ko'rinishi. Patagoniya shart emas dodilar, bez patagoniya holatda. Xo'p, Akfa emblemalari xudo xolasa jihatlari tekkani yo'q, yengil holatda qilib berdik. Buni ham hop petlilar hammasi Akfa'ning o'zining mahsulotlaridan. Bir xil holatda ikkovi ham. Faqat bunisi o'ngga, bunisi chapga ochiladi. Xudo xolasa mana. Yo'lli aynali ko'rinishi, mana bu tomon ochiq holati, bu yer yo'lli tomon. Bu yerga quyosh tushar ekan. Quyoshli joyga salqin qilish kerak bo'lsa, yo'lli aynali tavsiya qilamiz. Lekin unaqa o'zi salqin joyga yo'lli to'g'risi ozroq quyoshni nurini kesadi. Shuni ham hisobini olib qo'yasizlar. Lekin narx tomonlama yo'lli aynalimiz qimmatroq, oqlari arzonroq chiqadi. Hop, dona hisobiga aytib o'tish tavsiya qilishyapti. Xo'p, bu xuddi shu romimiz 1.25 ga 1.75 bo'lgan. Bitta ochilish holati bilan premenniy holatda 1-200 ming AQMga chiqishi mumkin. Xo'p, 1.400 ming so'm atrofida chiqadi bez patagoniya holat tegisi. Xo'p, eshigimiz 1.40 ga 2.60 bo'lgan. Bular standart emas, sababi 1.40 eshik katta. Xo'p, xuddi shu holatdagi eshigimiz 2.400 ming atrofida chiqadi bir qavat yo'lli holat tegisi bilan. Taylari, alkafonlari bilan. Xo'p, u tomonda ikkita hammom eshigimiz bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu o'sha aytganimdek hammom eshigida razdevalkaning eshigi, ichkarida hammom eshigi bor. Xo'p, razmerlari eniga 90 bo'lgan, balandligi 1.85 bo'lgan. Xo'p, bu yerga polnosti nimadan qilib bering deyishdi, ko'rinmaydigan ayna bo'lishi shart emas dedilar. Shunaqa holatda Akfa'ning o'zini 2 kamerali plastmassa lambrilardan qo'yib berganmiz. Taydan tepagacha lambri bo'lgan. Xo'p, bunda ham qulf kalitlari bor, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Bu yer ruchkalarimiz Sapa brendi ostida bo'lgan. Bu Akfa'ning o'zining petlilari. 3 tadan bo'lgan. Xo'p, bu ham mana silindrli bo'ladi. Yutlanishlari bu ham yaxshi. Xo'p, bu esa ichkaridagi eshigimiz ko'rinish. Bu gulli ayna bo'lgan. Mana xudo xolasa. Bu ham o'sha Akfa'ning o'zida. Hammom bunga kalit chapmas dedilar. Hammom eshigidan ruchkani o'zidan qo'yib berganmiz. Ichkaridan qulflanadi 2 kamerali plastmassa lambri, bir qavat gulli o'rnida. Ichkari ko'rinishlari. Mana bu esa qulflanish holati. Ruchka bosilmaydi. Girovkasi ham xudo xolasa go'zal holatda bo'ldi. Hammasida bu tomonlari zich yopishgan. Penalarni ham xudo xolasa atido qilib tugatib berganmiz. Bu tomonlariga zazor kattaroq edi. Imkon qadar buni ham yopib berdik. Bu yerda ham eski eshiklar bor edi. Ularni olib tashlaganmiz, o'rniga Akfa'dan qo'yildi. Polnosti. Buni ham ichkaridan ko'rinishlari.
qop qorong'i bo'lar ekan lekin. Hop, penalarni ham polностью sepib berganmiz. Endi kimgadir hammaga har xil shu holatda aytiluvdi. Bizda aytilgan zakazga qarab qilamiz. Meni nazrimda ayni bo'lganda yaxshi edi. Lekin nima ham deymiz, o'zlarining tavsiyasi. Sababi ichkari ancha qorong'i bo'lib ketadi. Xo'p, hozir u tomondan oxirgi bitta olib ko'rsataman. Xo'p, gap bilan bu narxni aytishdan chiqibdi. Bu yerda o'sha narxi 7 million so'mga tekis bo'lib olib kelib o'rnatib berdik. Hamma yo'g'i aytilgan narsalar o'sha holatdagisi bo'lib. Kimga shunaqa ish romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib, olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Ishlarga bitta baho berib, videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Kimga xo'p, zakaz bermoqchi bo'lgan mijoz klientlarimizga ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.